yurmayotgan yigitlar nima ish qilsam yurmaydi deydi. Siz xafa bo'lmang. Nima ish qilsangiz yurmasligi bu sizni yomon, Alloh sizni yomon ko'rishidan emas. Agar Alloh yomon ko'rishidan ishi yurmaganda benamozlar bir kunda bir tiyin ham topolmaslik kerak edi. Bir tiyin. Araq purushlarni ko'ring, qana millioner. To'g'rimi? U ish yurish Alloh yaxshi ko'rishidan, ish yurmaslik Alloh yomon ko'rishidan emas. Bu dunyo biz uchun hammasi sinov. Hozir grippmisiz, sinovdasiz. Hozir abadga pulingiz yo'qmi? Sinov. O'qishga kira olmadingizmi? Sinov. Boy bizmi? Sinov, kambag'al sinov. Farzand bermayaptimi? Sinov. Beryaptimi? Bu ham sinov. Xullas, hamma holat biz uchun Allohning sinovi. Qanaqa qilib sinash u Robbimizning ishi, biz unga aralashamaymiz. Bizning ish emas u. Alloh bizga nimani ravo ko'rsa, nimani rozi bo'lsa bizga. Biz shunga rozimiz, Alloh bizdan rozi bo'lsa bo'ldi deb shu e'tiqod qilib olaylik.